Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 22-fevral. Odatdagi migrantlarga oid yangiliklar va xabarlarni ozbirma-bir aytib o'taman. Kaluiskiy oblastida noqonuniy migrantlarni aniqlash uchun politsiya tekshiruvlari o'tkazdi. Davlat dumasi migrantlar o'tishlari kerak bo'lgan tibbiy ko'rik qoidalarini va soxta tibbiy ko'rik xulosalari uchun jazoni kuchaytirdi. Endi Rostovskiy oblastida ham migrantlar bir necha kasblarda ishlashlari taqiqlanadi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi barcha xabarlar Telegram, WhatsApp o'rniga Max orqali bo'lishini ta'kidlab o'tdi. Ana endi qulayroq o'rnashib oling. Migrantlarga oid yangiliklar, xabarlarni hozir birma-bir aytib o'taman. Do'stlar, bu safargi noqonuniy migrantlarni aniqlash uchun politsiya tekshiruvlarini Kaluiskiy oblastida o'tkazdi. Bu yerda politsiya xodimlari ko'ngillilar bilan muhojirlarni tekshirishdi. Kaluga, Obinskiy va Borovskiy tumanlarida yashovchi ishchilar yoki badga vaqtincha kelganlar tekshirildi. Bu tekshiruvlar bir necha kun davom etdi va 300 dan ortiq yotoqxonalar, qurilish maydonlari, bozorlar, xullas migrantlar qayerda shu ko'p to'planishsa, shu joylar aynan tekshirildi. Bundan tashqari politsiya shu noqonuniy migratsiya tashkil qilinganligi uchun 5 ta jinoyat ishi ham qo'zg'atdi. Davlat dumasi soxta tibbiy ko'riklar va migrantlarni vaqtida shu tibbiy ko'rikdan o'tish qoidalariga jiddiy o'zgartirishlar kiritdi. Bu degani Rossiyaga uzoq vaqtga kelgan muhojirlar bir oy ichida shu tibbiy ko'rikdan o'tishga majbur bo'lishadi. Bu tibbiy ko'rikni rad etganlar yoki vaqtida shu tibbiy ko'rikdan o'tmaganlar 30 ming rublgacha jarima yoki mamlakatdan shu majburiy deportatsiya qilib chiqarib yuboriladi. Ana endi shu uzoq vaqtga kelgan chet el fuqarolar ishlash maqsadida kelyapti. Bular shu nafaqat shu avvalgidagi VIH, SPID, bilis shunga o'xshash kasalliklardan tashqari shu gepatit B, C bilan bog'liq qo'shimcha testlar ham topshirish kerak bo'ladi. Bu testlar 24 soat ichida MVD ma'lumotlar bazasi bilan almashinadi va shu chet el fuqarosini ma'lumotlar bazasiga kiritib qo'yiladi. Agar bu chet el fuqarosida politsiya tekshirganida shu ma'lumotlar bazasida tibbiy ko'rikdan o'tgan xulosalar chiqib kelmasa, bu chet el fuqarosi deportatsiya yoki yuqorida aytgandek jarima qilinishi mumkin bo'ladi. Avval shu registratsiya bilan bog'liq bo'lardi-ku, patent bilan bog'liq hozir ko'chada politsiya xodimlari to'xtatib migrantni tekshirganida shu patenti, registratsiyasi, qayerda ro'yxatdan o'tganligi va hokazo shular chiqib keladi-ku, odatda politsiya tekshirganda. Ana endi shu ma'lumotlar bazasiga tibbiy ko'rik xulosalari ham kiritiladi. Bundan tashqari shu tibbiy ko'rik xulosalari, ya'ni med spravkalari soxtalashtirganliklari uchun ham jinoiy javobgarlikka tortiladi. Tibbiy ko'rik xulosalari kerak bo'ladigan shu maktab bo'lsin, oshxona bo'lsin, muhojirlar ishlaydigan sohalar xodimlariga ham taalluqli bo'ladi. Rostovskiy oblastida muhojirlar uchun bir necha kasblarda cheklovlar ishi patent asosida bo'lsa ham cheklovlar joriy qilindi. 1-apreldan boshlab mehnat muhojirlarga shu yerda kurerlik, ulgurji savdo, oziq-ovqat, ichimliklar va tamaki mahsulotlari sotish taqiqlanadi. Men bu haqida Instagram sahifamda ham aytib o'tdim. Ya'ni avvallari shu mehnat patenti bilan ishlayotgan chet el fuqarosi bir hududda ishlayotgan paytda shu ishlayotgan kasbi bo'yicha cheklov joriy qilinsa, ishlashi mumkin bo'lmay qolsa, mehnat shartnomasi totib bo'lmaguncha ishlashga ruxsat berilardi. Ana endi 1-martdan shu ish beruvchilar darhol ishdan bo'shatishlari, shu mehnat shartnomasini bekor qilishlari mumkin bo'ladi. Shuning uchun joylarda ehtiyot va ogoh bo'linglar. Shu aynan migrantlar uchun taqiqlangan kasblar ro'yxatini bir qator tekshiringlar. Agar sizlar ishlayotgan hududda kasbingiz bilan bog'liq cheklovlar joriy qilingan bo'lsa, siz bu yerda darhol tark etishingiz kerak, boshqa hudud tanlashingiz kerak bo'ladi. Aks holda shu politsiya sizni ko'chada qo'lga tushirib qoladigan yoki ish joyingizda qo'lga tushirib qoladigan bo'lsa, mamlakatdan majburiy chiqarib yuborish, ya'ni deportatsiya qilish oqibatigacha olib keladi. Shuning uchun ehtiyot va ogoh bo'linglar. Doim shu yangiliklardan xabardor bo'lib boringlar. Qaysi hududlarda, qaysi kasblarga aynan muhojirlar uchun ishlash taqiqlanganligi haqida. Rossiya Ichki ishlar vazirligi barcha xabar almashish va ilovalarni blokirovka qilishi va rossiyaliklarni nafaqat rossiyaliklar, balki chet elliklarni ham faqat Max bilan qoldirish haqida taklif qildi. O'zi oxirgi paytlarda ko'ryapmiz, shu aynan WhatsApp va Telegram bilan bog'liq Rossiyani ba'zi bir hududlarida muammo kelib chiqyapti. Mana o'ylashimcha shu yaqin vaqtda shu Telegram, WhatsAppdan voz kechishda umumiy shu Rossiya hududida Max ilovasi bilan foydalanishga shu rasmiylar chaqirishyapti. Max messenjeri ham soddalashtirilgan, ancha qulaylashtirilgan. Albatta shu Telegram, WhatsApp o'rni to'liq bosa olmasa ham shu Rossiya hududida ishlashga va O'zbekiston bilan u bilan xabar yozishga
yaqinlar bilan video muloqot qilishga ancha o'ylashimcha qulay. Do'stlar, bu sizlarga tayyorlagan yangiliklarim shular bilan o'z nihoyasiga yetdi. O'ylashimcha yangiliklar sizlarga kerakli va manfaatli bo'ldi. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Keyingi videolarda yangiliklarda ko'rishguncha xayr. Salomat bo'linglar.